Assalomu alaykum do'stlar. Bitta zavodni ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Mana bu yerga ikkita tepadagi klines, ikkita pastdagi shebin bo'ladi. Bu yoqdagi suv, katki ximikat, bu yoqdagi sement olinadi. Bu yoqqa mashina Kuba tepaga, marka, qayerga ketishi, nomer, shoferning nomeri, mana bu yerga suv qo'shiladi, ayriladi, pauza, mana bu qozon, hammasini asta-sekin tushuntirib boraman. Bu yerda do'stlar boyagilari bor, rushnoy qilinadigan joylari bor, rushnoylar ham tushuntiriladi. Har bitta mashinalar yoziladi. Bu yoqdagi sement tushyapti, mashinaga beton tushyapti deganim. Printerlar har bitta nakladnoy chiqariladigan. Mana bunaqa oddiy joy. O'zimni ko'rsatishim unchalik shart emas. Bu yoqda sement qo'shish, bu yoqdagi boyagilar markani kilogramm olinadiganlar, bu yerga sement qo'shiladi. Mayda-quyda joylari bor, ularni ham asta-sekinlikda tushuntiraman. Agar like bosib, obuna bosib qo'ysanglaringiz, undan keyin yaxshi videolar chiqaramiz. Do'stlar, o'zlaringiz asta-sekin o'zlaringizda yordam qilsalaringiz yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa bosimlar, toklar, ximikat tarozilar hammasini asta-sekinlikda o'zim sizlarga tushuntiraman. Yo'q, endi sizlardan o'zlaringiz yordam qilsalaringiz, bu yog'ini asta-sekinlikda kanalni yaxshigina rivojlantirishga yordam bersalaringiz yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa joylar, mana printerdan o'zi chiqadi, tayyor. Boyaga chiqqan nakladnoy bosiladigan joylar pechatlar qo'yilgan, nakladnoyga imzo qo'yib chiqarib beriladi. Rahmat hammalaringizga. Like bosib obunani unutmaysizlar.